ChatGPT sun'iy intellekt chatboti amerikalik ayolga bir nechta shifokorlar xatosidan keyin to'g'ri tashxis qo'ydi deb xabar beradi The Sun sayti. Shimoliy Irlandiyaning Newry shahridagi 40 yoshli ayol Loren Bennon 2024-yil fevraldan beri o'z sog'lig'idan xavotirlanib kelgan. Bunga jimjiloq barmog'i ertalab va kechqurun bukilishi qiyinlashib qolgani sabab bo'lgan. Ayol shifokorlarga murojaat qilgan. Ular esa revmatoid artrit tashxisini qo'ygan. Shu bilan birga ushbu kasallik uchun topshirilgan test javoblari salbiy chiqqan. Bir necha oydan keyin Lorenning oshqozonida kuchli og'riq paydo bo'lgan. Shifokorlar buni kislotali reflyuksiya bilan bog'lagan. Ayol mutaxassislarning tashxisidan shubhaga borib, o'zida kuzatilayotgan kasallik belgilarini ChatGPTga kiritgan. Sun'iy intellekt Lorenda Hashimoto qalqonsimon bezning yallig'lanishi bilan tavsiflangan autoimmun kasalligi mavjudligini darhol aniqlab bergan. Shifokor menda bu kasallik bo'lishi mumkin emasligini, chunki oilamda bunday holat uchramaganini aytdi. Ammo meni shunchaki tekshirib ko'rishlarini so'radim, deydi ayol. Hashimoto kasalligiga topshirilgan test natijasi ijobiy chiqqanidan keyin Loren qalqonsimon bezning ultratovush tekshiruvidan o'tgan va shifokorlar uning bo'ynida ikkita saraton o'simtasi borligini aniqlagan. 2025-yil yanvarda ayol qalqonsimon bez va ikkita limfa tugunini olib tashlash bo'yicha operatsiyani boshdan o'tkazgan. Shunga qaramay u hamon shifokorlar nazoratida qolmoqda. Lorenning ta'kidlashicha, ChatGPT yordam bermaganida Hashimoto kasalligining odatdagi belgilari kuzatilmagani bois saraton tashxisi ham qo'yilmay qolib ketishi mumkin edi. Shifokor omadim chopganini, chunki kasallik erta aniqlanganini aytdi. Agar ChatGPTdan foydalanmaganimda aniq bilaman, u tarqab ketgan bo'lardi, deb qo'shimcha qiladi ayol.